O 5 barmoqni boshqachasi-yu. Yo'q, har baloni maqtab tashlayvermi, odam asabiga deb bir tinga qimmat narsalarni. Qarang buni Bunaqa turishini. bo'lmaydi 5 barmoq. Borsa yerimamda o'tdidan. Ha, yo'g'i? Ha, Qani? Na bu zo'r 5 barmoq. Pomidor, qazi, qatta, go'shtlarni turishini qarang. Bu turkistoncha 5 barmoq deyiladi. Mahallada okalar bilan ko'p boramiz. Zo'r mazasi lekin har qatta dahshat. Davay. Ketdik. Haydang erisangiz zo'r lekin mazasi. Haydang. Chilonzor algoritmida joylashgan 5 barmoq degan oilaviy restoranga keldik. Joy joy ekan o'zi ham. Xonalarni qaranglar. Rahmatli buvim uylari shunaqa bo'lardi. 10 daqiqada buyurtmani olib kelishdi. Mana shu bir porsiya 5 barmoqning narxi 100 ming ekan. Bunga mamlaqa sho'rvasi bilan manmi, perashkami, bo'g'irsoqmi nima, xullas shunaqa narsani qo'shib berishdi tekinga. Nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi? Boshqa joylarda qanaqa o'zi narx-navo? Mazasi yaxshi, yomon emas. Shoqagamga ham, menga ham yoqdi mazasi. Bu yoqda keyin tirik baliq ham bor ekan. Sazan baliq kilosi 100 ming ekan. Xullas bu joy bizga yoqdi, yaxshi joy ekan. Endi baribir hammaning fikri har xilda, endi kimgadir yoqmasligi ham mumkin. Agar narxi ko'tarsa, narxi to'g'ri kelsa, kelib ko'ringlar. Yaxshi joy ekan lekin. Bo'pti akalar, joninglar sog' bo'lsin. Xudo hammamizning ishimizning rivojini beraversin. Sog' bo'linglar.